Bismillah. Ana bugün O'rta Chirchiq To'ytepadagi 100 kilovatlik obyektimiz bitti. Xudo xolasa ishga tushirib beramiz. 170 dona panel. İki qatordan qilib joylashtirildi, xudo xolasa. Ana Jirko 590 wattlik panellar o'rnatildi. 170 dona profillarimiz hammasi to'rga to'r. Joylashuvlarini e'tibor berasiz. Yonidan emas, tagidan burchak qilib kesilib qo'yilgan. Panellar orasida kamida 30 santimetrlar joy qoldirilgan shamol uchun. Shamolga qarshilik uchun. Gofraga tortmadik. Hammasini mana bunaqa maxsus o'zini maxsus latoklari bilan kabelni latokida tortib chiqdik. Xudo xolasa 25 yil 30 yilgacha bemalol ishlab beriladi. Hali ishlarimiz yakuniga yetmagan. Mana bular hammasi tepaga tortilib tepadan tushirib kelinadi, xudo xolasa. İkinci qatori 55 metrdan ikkita karkas to'qildi. İki qatordan hozir 4 qator bo'ldi, xudo xolasa. Hammasi latoklarda tortildi kabellarimiz. Naryoqda o'zi ustabollarimiz ishlashyapti. Inverterga va avtomatlarni yig'ish ishlari davom etmoqda yo'qda.